Bu suratlardan keyin suvga tushishdan qo'rqib qolasiz. Do'stlar bilan dam olishga otlanishdan avval siz bu suratlarni tomosha qilishingiz kerak. AdMe nashri yozgi ta'til vaqtida suv tubida duch kelishi mumkin bo'lgan vahimali va xavf-xatarga boy suratlarni chop etdi. Hayot-mamot poygasi. Tubsizlik tomon yo'l. Bu meduzaning nishlari qanday tishlashini tasavvur qilyapsizmi? Bu yerda mashhur Anaconda filmi yodimizga tushadi. Bunday mavjudotni hayotda uchratib qolishdan o'zi asrasin. Akula jag'i filmidagi maxsus effektlar bu jonli surat oldida dam oladi. Oddiygina suv iloni deysizmi? Hayot uchun xavfli uchrashuv. Aqldan ozish hech gap emas. Yoqimli sakkizoyoq. Mana sizga syurpriz. Kutilmagan ko'ngilsizlik. To'lqindagi suv o'tlari bo'lsa-da qo'rqinchli holat. Okean qa'ridagi sukunat. Yodda saqlang, dunyodagi eng dahshatli hayvon bu ko'kkit. Qolganlari bari arzimas narsa.